mehmondo'st xalq qayerga bormasin mana shu to'kib tashlaydi-da. Yana bitta ma'lumotni aytmoqchiman. Bu janob Richard deganlar, Guinness rekordlari o'rtog'im Richard, o'rtog'im juri o'zi 2017-yil kelgandilar. Mana qarang, hali Toshkentni tarig'ini yegan chumchuq Makka tillodan qaytib keladi deyshadi. Bu akamiz yana ketdilar. Biz emas. Bunaqa Londonlik chumchuqni, okey, Londonlik chumchuqni qayerdan topasiz? Gap bo'lishi mumkin emas. Eng muhimi yaxshilar, mana shu Qozonda bugun rekord qayd etiladi va albatta O'zbekiston. Olg'a O'zbekiston deya biz rekordni sahnada diplomlar bilan, bayramona bir qo'shiqlar bilan nishonlaymiz. Hozir sahnada zarb sadosi show ansambl ijodkorlar musiqani boshlab yuborishdi. Hay aka, uyda bo'lsangiz-chi, kenayimni oling, bolalarni oling, keling Humo arenaga. Bu yoqda hali tomosha qilishdi ekan, eshitishdi ekan, ko'rishdi ekan. Faqatgina hali yeyish ozgina pulliroq. Sababiki aka, bobodo o'rmonga o'tin bilan bor bo'lmaydi deydigan bo'lsangiz, o'zingiz keling. Albatta hazil. Bu yerda oilaviy maza qilib dam oladigan shart-sharoit bo'lyapti. Shunaqa kayfiyat bo'lyapti. Eng yuqori kayfiyatda bu festivalimiz o'tyapti o'rtoqlar. Shuning uchun hammanglarni taklif qilamiz. Endi o'sha gap. Mabodo haqiqatda vaqtingiz bo'lmay yoki ishdan juda ham charchab ko'chaga chiqishingiz kelmayotgan bo'lsa, Milliy TVni shundoq qo'ying. Qolganini biza Oynay jahon orqali to'g'ridan-to'g'ri yetkazib turamiz. Hammasidan xabardor bo'lib turasiz. Faqat boshqa yoqqa o'tib ketish bo'lmasin. Sizlarga aytaman. Qo'yavering, menga qaranglar, yaxshilar. Biz yana bir soatdan keyin jonli efirga chiqamiz. 16:50, 16:55 chamamda. Hop, eng muhimi bizni kuzating. 800 kilogramm o'zbek lag'moni bugun Guinness rekordlar kitobiga kiradi va bir narsani aytmoqchiman. Xitoy lag'moni bilan, ya'ni Uyg'ur lag'moni bilan o'zbek lag'monini adashtirmang. Ularda say lag'mon deyiladi. Bizda esa qaylali lag'mon deyiladi va albatta bulyoni bilan shunaqa mazali bo'ladi. Vajusi, o'zbekcha gapi, vajusli, to'ppa-to'g'ri. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Milliy TV ijodkorlari shu yerda. Vaqtingiz bo'lsa, Humo arenaga keling. Kirish bepul yaxshilar. Biz esa davom etamiz. Ketib qolish yo'q. Ketib qolish yo'q aytgancha nima qilyapsiz? Aka, boshqa kanalga o'tib nima qilasiz? Biz bilan birga qoling. Zokir akam aytadilar, ko'z-ko'zga tushishi bor. Qaranglar lekin. Bolalarim haqqi ont ichaman. Rahim qilsangiz, rostini aytaman, sohib, u o'zimizni qishloqdan. Agar bilsangiz, bu odam butun qishloqni sizga qarshi qayrayapti. Ularga soliq to'lamanglar deb uqtiryapti. Bu bilan sizni haqorat qilmoqda, tushunyapsizmi? U sizni mensimayapti. Men bilan bekor hazillashdi. Endi uni tirik qo'ymayman, bilib qo'ysin. Qani, ma'ruzasini o'z qulog'im bilan eshitaychi. Xo'jayin, qishloq ahlini sizga qarshi qayragan mana shu bo'ladi. Men ham hech kimni ko'rganim yo'q. Ularga uyg'oning dedim xolos. Odamlarning vijdonini uyg'otmoqchi bo'ldim. Ey xaloyiq, uyg'oning. Mangal Sinxdan qasosingizni oling. Tezroq dedim. Bor gap shu. Chiroyli gapirding. Lekin sen meni yerlarimda o'sib ulg'ayganing, non tuzimni yeganingni unutding. Bu hukumatning yeri, sizniki emas. Qaysi hukumatni aytyapsan? Bu yerda men hukmronman. Hamma biladi. Bu yerlar meni ota-bobolarimga tegishli. Ajdodlarim hukmdor bo'lishgan. Men ularni davomchisiman. Va hamisha shunday bo'lib qoladi. Mangal Singh Ravan haqidagi afsonani unutma. Bilginki, yovuz ravanlarga qarshi ramlar ham bor bu dunyoda. Qishloq ahli, eshitdingiz-a uni? Ramchandra shu qishloqda tug'ilgan. Har yilgi bayramda Ravanni haykalini birgalikda kuydiramiz. Ramni kamolidan o'q uzamiz. Lekin bugun boshqacha tomosha ko'rasiz. Yoqinglar uni.
Yaxshi. Juda yaxshi. Salom, inspektor. Inspektor Surender Balsinger, kichik leytenant Dipakman. Tanishganimdan xursandman. Uyim, ota-onam shu qishloqda. Bu yerga ta'tilga keldim. Politsiya qishlog'imda qarorgoh tutganidan xursandman. Ha, shunday. Lekin qishloq ahli jinoyatchi qolib, politsiyadan qo'rqar ekan. Ular bizni dushman deb o'ylashyapti. Ha. Qashshoqlik ularni shunday qilib qo'ygan. Ular nomidan uzr so'rayman Ha, sizdan. yo'q, uzr demang. Ular bilan gaplashaman. Jinoyatchilarga qarshi siz bilan birga kurashamiz. Katta rahmat, Dipak sohib. Politsiyaga sizdek jasur odamlar kerak. Agar biror ko'mak zarur bo'lsa, bemalol aytavering. Oziq-ovqat va suv Bu bormi? qishloqda suv topish muammo bo'lsa kerak. O'zim sizga ko'maklashaman. Mana qishlog'imizga politsiya ham joylashib oldi. Ana endi qishloqdan jinoyatchi arimaydi. Dipak o'g'lim? Iya, Dipu, Oyi, ko'zim to'rt bo'ldi-ku. oyijon, ertalabdan beri ochman. Iltimos, yeyishga nimadir bering. Taomingiz tayyormi? Bilaman, bolam, ochlikka chidolmaysan. Mayli, yura qol. Taom tayyor. Oyijon, juda ham ko'p yeyman bugun. Qancha yeyishingni bilaman. Bir o'zim emasman, sheriklarim ham ko'p. Yana kimlar bor? Qishlog'imizda navbatchilik qilayotgan politsiyachilar. Yo'q, bolam. Xatoga yo'l qo'yma. Yo'qsa qishloq ahli bizdan norozi bo'ladi. Politsiyani deb qaroqchilar hujumiga uchramaylik. Ular qaroqchilarni tutish uchun kelishgan. Nimaga tushunmaysan? Oyi, politsiya bizga yordam bermoqchi. Xavfsiz bo'lishimiz uchun. Ular qishloqni tunu kun qo'riqlashmoqda. Qaroqchilarni dodini berish uchun kelishgan. Menga ishoning, oyi. O'zingiz o'ylang. O'g'lingiz qishloqni qaroqchilardan qutqaraman deb ochdan o'lsa, unga hatto bir qultum suv ham berishmasa, nima qilgan bo'lardingiz? Og'rinmaysizmi? To'g'ri aytasan, bolam. Hozir taom solib beraman. Juda ham mazali chiqibdi. Rahmat. Sen ham xuddi Dipudek shirin so'z ekansan. Agar nimadir kerak bo'lsa, bolam, onang borligini unutma. Surender, byuroga qo'ng'iroq qildim. Menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli. Rahmat, xolajon. Xudo yor bo'lsin, bolam. Endi meni ham onam bor. Bugundan boshlab Mangal Singh bu qishloqqa hujum qilsa, yigitlarni chaqir. Voy xudoyim, bolam. Qur'onni olam. Yo'q, Dipu. Yo'q. Oyi, yig'lamang, oyi. Agar men o'lsam, ularga qarab turing. Yo'q. Ular meni safdoshlarim. Yo'q, bolam. Ular uchun hech kim qayg'urmaydi. Yig'lamang, onajon. Yig'lamang, oyi. Yo'q, Dipu. Vijay. Sohib, qachongacha bu davom etadi? Qachongacha ofitserlarimiz bu qaroqchilarni deb qurbon bo'lishadi? Mangal Singhni deb qachongacha politsiya qon to'kadi? Shunday kuchli bo'lim bir necha jinoyatchiga bas kela olmaydimi? Hammasi yaxshi bo'ladi, Vijay.
Faqat buning uchun vijdonli va jasur bir ofitser bu hududni qo'riqlashni zimmasiga olishi kerak. Shunday odam bormikan? Sohib, balki bu vazifani men bajararman. Vijay, seni tajribang va malakangga shubham yo'q. Ushbu xavfli vazifani zimmangga olayotganingdan xursandman. Chauhan, Labbay sohib. bugun shtabdan Vijay uchun buyruq keladi. Xo'p bo'ladi. Endi Vijay ushbu hudud uchun javobgar sanaladi. Hayda. Minnatdorman. Salom sohib. Salom. Nima yangiliklar, Surender? Negadir qishloq bo'm-bo'sh? Ha, qishloq ahli bizga qarshi. Ularning fikricha biz dushmanmiz. Nega? Chunki bu yerlar juda xavfli. Eng xavfsiz joy shu yer sohib. Yaxshi. Chodir quringlar. Ramsing, buyruqni bajar. Kelinoyi Munna qani? Shu yerda edi. Munna, Munna? Munna, Munna. Qayerga ketdi? Munna! Munna. Munna! Inspektor! Oyi! Hey! Shoshilmang, sohib. Dada! Atrofga bir boqing, inspektor. Bilasiz-a, inspektor? Bittagina xato bilan oilangiz va xodimlaringizdan ayrilasiz. Bolamni qo'yib yubormang, Galsing. Bag'rimga kelsang, qo'yib yuboraman. Mangal! Mangal kutishni yoqtirmaydi. Agar bolang kerak bo'lsa, uzoq o'ylamay xotinchangni menga berasan. Dada! Yo'q, Shanti. Bormaysan. O'g'limdan voz kechaymi? Hech qachon. Tegma menga. Munnani qo'yib yubor. Yo'qsa o'q uzaman. Nozikkina qo'llaring bilan, ha. Bunga ishonmayman, go'zalim. Qani ot olsang ot. Ot. O'qus. Oyi! Oyi! Mangal! Oyijon! Dada! Munna. 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 Oqshomga atiga 15 kungina vaqt qoldi. Butun boshli maoshim ham yetmaydi-ku bu tanlaganingga qizim. Bo'lmasa dadamni topib bering. Banketni restoranda emas, sizlarni Chorvodagi villangizda qilsak-chi? Bunis o'zidan qirolicha yasagan ekan. Ish, biznes o'z yo'liga. Lekin qizingizni tashab qo'yish evaziga emas, opa. Seni hali tug'ilmasingdan tashlab ketgan otang yaxshi-da. Men yomonman. Odamga o'xshab yashatirib qo'ymaganingizdan keyin umuman hayotimga aralashmang. Qoching. Yetim qizining ko'ngliga qarab katta qilgan u evaziga malomatga qolgan onaizor hikoyasi. Kesin hali ta'zirini yeydi. Tuqqan onasidan uyaladigan oyimchi. Sen indama. Yana o'zini bir nima qilib qo'ymasin. Bugun